Onam topgan qiz birinchi kundan nidraz tushunmovchilik bo'lyapti-yu. Assalomu alaykum. Ha, onaginam hozir qaytarib yuboraman. Yaxshi qiz, bo'lajak turmush o'rtog'ini kuttirish yaxshi emas lekin. Eshitmaganmisiz, o'z chiroyli qizlar har doim kech qolib kelishadi-ku. Yo, uni bilaman, siz nima kech qolyapsiz? Uydagilar paxan yaxshimilar? Tushunmadim, kim dedingiz? Siz bilan qanday tilda gaplashish kerak? O'zimizni sof o'zbek tilida. Bugun menga qiyin bo'lar ekanda. Yuring aylanamiz. Yaxshi qiz, ishlaysizmi, o'qiysizmi? Hozirda institutda o'qiyman. To'ydan keyin maktabda o'qituvchi bo'lib ishlamoqchiman. Shu yerda pauzani bosing, men bo'lajak turmush o'rtog'imni ishlatib qo'ymayman. Men chestimga to'g'ri kelmaydi. Kruda nima degan bola bo'laman? O'la. Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan. Instagramda bugun bashi. Bir minut shunday yaqinlar bilan salom alaykum qo'y. Yaqin. Assalomu alaykum. Hojota. Jigar yangi qizchasizmi deyman? Voy, yaqin nima deganingiz? Bo'lajak turmush o'rtog'i bo'ladi. Juft halolim. Zur jigar bizdan o'tdi bilmabmiz. Bo'pti jigar, siz yo'ldan qolmang. Kech payt bazada ko'rishamiz. Hali jigar. Xullas to'ydan keyin ishlamaysiz kerakchi. To'xtangda siz. Menga qara, ertalabdan beri boshda og'ritding-ku. Tushunmadim. Sen bilan qanday tilda gaplashish kerak, ko'rmayapti. Qani she'rda chitocho? Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki